biznesda agar siz topga chiqmoqchi bo'lsangiz rynokda boshqalardan ajralishdan qo'rqmanglar. Ajralinglar boshqalardan. Hamma qilayotgan ishni qilmanglar. Hamma olib kelayotgan mahsulotni olib kelib sotmanglar. Sizlar unda topga chiqa olmaysizlar xolos. Qora qozoningiz qaynaydi, olib kelasiz, sotasiz va hokazo. Lekin siz marka o'laroq brend bilan rynkka kirib topga chiqaman desangiz, %100 ajralishga harakat qilishingiz kerak. Noodatiy marketingoviy xodlar bilan, servisingiz bilan, mahsulotingiz bilan, hech kim olib kelmayotgan mahsulot bilan, ya'ni imtiyozli mahsulotlar bilan nimaga sandan olishim kerak, nimaga sanga kelishim kerak deganda sana berishingiz kerak. Mana shu narsalar hech kimda yo'q deya olishingiz kerak. Shunda topga chiqish shans ko'p. Albatta bu marketingoviy hisobot bilan, analizlar bilan qilinadi. Biznes-risk bu har doim shunaqa qoladi. Obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shu biznesdagi dardlar bilan dardlashamiz bu yerda har doim. Risk qilishdan qo'rqmanglar, gazni bosinglar.